Voy. Xabaringiz bormi yo'qmi bilmadim, u Imperiya Shuba o'zini yangi Imperiya palto do'konini ochdi. Hozir siz bilan bu do'konni obzor qilamiz. Drap paltoni yaxshi ko'radigan qizlar aynan shu do'konga kelaverasizlar. 3 qavatli do'kon, 500 xil assortiment. Masalan, birinchi qavatda mana shunaqa uzun va norka yoqali va kalta norkalar ham bor. Klassika, polo klassika, xullas xohlagan stilingdagi paltolarni topsangiz bo'ladi. Eng zo'r tomon bilasizmi nima? Rang-baranglik. Xohlagan rangingizda, xohlagan fasoningizdagi paltalar aynan shu do'konda. Masalan, menga shunaqa ochiq rangli yoqadi ko'proq. Haqiqiy klassikani yaxshi ko'radiganlar albatta aynan mana shunaqa cho'ntaklarni tanlaydi. Yoqasi norka bo'lsin, qo'lida remeshogi bo'lsin deganlar uchun ham maxsus shunaqa paltolar bor. Rangini tanlasangiz bo'ldi. Palto mavsumi yaqin, shunaqa ekan 3 qavatli do'kondan 3 ta palto olib ketamiz. Agar dugoningiz bugun boshqa, ertaga boshqa palto kiydingiz deb o'ylashni xohlasangiz, yoqasidagi norkalarni yechib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Onam bilan boraman, 3-etajga chiqquncha oyoqlari og'rib qoladi deb o'ylamang. Sizni lip-top chiqib qo'yishadi. Ikkinchi qavat kalta kurtka, plash va kalta paltolarni yaxshi ko'radiganlar uchun. Agar siz kuz va bahor havosida mana shunaqa nimchalarni kiyishni xohlasangiz, marhamat, xohlasangiz o'zini, xohlasangiz kaltasini ham topsangiz bo'ladi. Bu yaxshimi yoki bu? Bitta narsani oldindan aytib qo'ying. Bu yoqqa kelsangiz, qaysi birini tanlashni bilmay, boshingiz aylanib qoladi. Italyanskiy alpaka matosidan mana shunaqa polo palto yoki shunaqa kurtka. Xohlasangiz trench. Bularning hammasi ikkinchi qavatda. Ikkinchi etajdan o'zimga kerakini topdim. Endi 3-etajga. Imperiya paltoni 3-qavatida haqiqiy klassikani yaxshi ko'radiganlar uchun uzun palto va kurtkalar juda ham ko'p. Turk razmerida 36 kiyasizmi, yo'q 46, ahamiyatsiz. Bo'tdan xohlagan razmer va rangingizdagi paltolarni topa olasiz. Menga o'xshab ochiq ranglardan qo'rqadiganlar hech ham qo'rqmanglar, chunki hammasi sizni qomatingizga atab tikilganga o'xshaydi. Mana shu ham zo'r ekan, kiyib ko'rsammikin? Bolalar kiyishdi-ku, to'g'rimi? 3-qavatdan ham tanlanadigan narsa tanlandi. Endi hisob-kitob qilamiz. Har bir qavatdan bittadan palto olib, endi xotirjam uyga ketamiz. Xullas, sizlarni Imperiyani barcha do'konlarda kutib qolamiz. Aytgancha, bitta narsa aytish esimdan chiqibdi. Imperiya paltoga o'zingiz emas, xo'jayiningiz oylik olganlarda keling. Ko'rishguncha.